tajribadan o'tgan narsa shuki, ayol kishi homiladorlik davrida Qur'onni ko'p o'qisa, Allohning zikrida ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana shu tug'ilgan bolaga bu narsani albatta ta'siri bo'ladi. Mana shu gazetalarda o'qiysizlar, bu yerdan eshitib qolasizlar, birinchi aytgan so'zi Alloh bo'pti haligi bolani deydi. Chunki enasi nima qilardi ekan? Qur'onni ko'p eshitardi ekan yoki o'qirdi ekan. Xuddi shunga o'xshagandek buni aksi. Agar ayol homiladorlik davrida bu homilani ko'tarishida xohlamay ko'tarib yurgan bo'lsa, o'zi xohlamasdan tug'ayotgan bo'lsa, buni ham albatta salbiy ta'siri bor. Xuddi shunga o'xshagandek, homiladorlik davrida ertamandan kechgacha muzika eshitsa, tinmay seriallar ko'rsa, buni ham albatta ta'siri bo'ladi shaqaloq. Shuning uchun farzand ko'rishlik arafasida turgan birodarlarimizga aytadigan gap, qulog'iga ko'proq kelinlarda Allohning zikri, Qur'on tilovati kelsin.